Mana kavrakchilar, mana bizning 2025-yil fevral oyida ekilgan, fevral boshida ekilgan. Mana shu bir agat. Mana boshdan oyoq. Bu 1 kilo urug' sepilgan. 1 kilo urug' sepilgan. Bu 1 yil bo'ldi-da shunda bu kavrakka mana. 1 yil bo'ldi bu kavrak. Bu yoqda mana bo'lyapti. Bu yoqda mana bu yoqdan bu yoqqacha ekilgan bu kavrak. Bunga ham 1 yil bo'ldi, shu 25-yil fevral boshiga ekkanmiz. Shu mana katta-katta bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi, katta-katta. Mana katta-katta bo'lib qoldi. Yarimi kunda uncha yaxshi tushmayapti. Mana shunaqa katta-katta bo'lib qoldi. Uzunligi 50 metr, 4000 ta kavrak ko'chatda 4000 ta ekkanmiz mana. 4000 ta ekilgan. Mana shunday bo'lib qolgan mana. Hammalari ishlaringizga qolmadi.